Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Informatika fanidan attestatsiyaga tayyorlanish uchun foydali manbalarni ulashmoqchimiz. Telegram ijtimoiy tarmog'ida ig_EAT kanalini yaratganmiz. Bu kanalda informatika fanidan attestatsiyaga tushayotgan savollar, ularning yechimlarini berib boryapmiz. Yaqinda attestatsiya jarayonlari bo'lib o'tdi. Demak, bunda ishtirok etmagan o'qituvchilarimiz ham bor. Bularga tayyorlanish uchun testlar to'plamini bu yerga joylab o'tganmiz. Demak, kanalni qidirib topib, fayllar bo'limiga o'tsangizlar, bu yerda 2021, 22, 24, bahor 24 kuzda tushgan savollar to'plami, vazir ustamasining shu yilgi vazir ustamasiga bo'lgan demo testlar javoblari bilan berilgan. Demak, bu yilgi asosiy tushgan testlar to'plami demak, bu safar ko'proq nazariy savollar ham tushdi. Nazariy savollarga ancha chalg'ituvchi nazariy savollar, aynan kitoblardan tushyapti. Nazariy savollar Cambridge darsligidan tushdi. Misollar eski 2021 kitobidan tushyapti. Shunga e'tibor berib, nazariyani ko'proq o'qishlaringizni tavsiya qilardik. Demak, bu fayllar orasida mana 12 may nomli faylimiz bor. Shu faylda 12 may sanasida attestatsiyaga tushgan deyarli 60-70% savollar shu fayldagi testlardan tushdi. Bunga qo'shimcha JavaScript va nazariy savollar bor edi. Asosiy qismi shu fayldan tushdi. Shuni ko'rib o'tishlaringizni, birontasini qoldirmasdan ko'rib o'tishlaringizni tavsiya qilardim. Mana bu yerda ustozlarning yechimlari video darslarini joylashtirganmiz. Bu yerda kasbiy sertifikatga tushgan, kasbiy sertifikatda informatika fanidan kasbiy sertifikatlashda tushgan savollar bor. Buni ham ko'rib o'tsangizlar ziyon bo'lmaydi. Lekin bu attestatsiyaga bu savollar deyarli tushmasa kerak, chunki darajasi sal osonroq savollar tushgan. Kasbiy sertifikatga ko'proq nazariya tushgan ekan, bularga misol kam tushgan. Shularni birma-bir ko'rib o'tsalaringiz attestatsiya jarayonlarida yuqori ball olasizlar. Demak, mana bu yerda ta'lim xabarlari.uz sayti bor ekan. Bu yerda 2 yillik diagnostik testlar joylashtirilgan. Mana shularni ko'rib o'tsangiz, shu tipdagi savollar tushyapti. Mana 24 ikkinchi yarim yillik informatika. Mana shunga o'xshash savollar tushyapti. Shu savollarning birma-bir hammasini yechilishini ko'rib o'rganib olsangizlar, bu attestatsiya jarayonlarida qiynalmaysizlar. Bu safar unchalik murakkab savollar tushmadi, faqat darslikdan tushyapti. Darslikka ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Rusning TTM testlaridan, EGIdan deyarli tushmadi. Mana bu shu yerdagi shu tipdagi savollar, bu mantiqiy blok sxemalar, Exceldan nazariy savollar, IP adresga oid savollar tushyapti.
Kodlashga oid savol bor hammada bittadan ikkitadan. Bu yerda bu saytda 4 ta baza, 4 ta diagnostik test mavjud. Shuni har birini ko'rib yechimini o'rganib olsangizlar. Mana vazir ustamasi. Bu diagrammadan ham bu safar bahorgi testlarda tushdi. Hammaga mantiqiy rostlik jadvali bundan ham tushyapti. Demak, bu PowerPoint'dagi mashina harakati ham tushdi. Sanoq sistemadan tushyapti. Demak, unchalik murakkab savollarga vaqt ketkazmasdan shu yerdagi 4 ta diagnostik testni har birini yechib, shunga oid misollar ko'rsangizlar, yuqori ball olishlaringiz mumkin. Cambridge darsligidagi nazariy savollarga ham ko'proq e'tibor qaratsangizlar, nazariy savollar ham anchagina ko'p tushdi. Demak, C-sistdan tushyapti. Hammasi shu tipdagi savollar, shu yerdagi savollardan olingan. Demak, asosiy baza sifatida demak, men bu kanaldagi fayllar orasidan 12-may nomli fayl, shuni ko'proq o'rganishlaringizni, birortasini qoldirmay yechib ko'rishlaringizni, yechimini ko'rib chiqishlaringizni tavsiya qilaman. Attestatsiya jarayonlarida hamma ustozlarga omad tilab qolamiz. Kuzgi attestatsiyaga tayyorgarlik jarayonlarini shu guruhda ko'rib o'tamiz. Misollar, yechimlari, video darslar berib boramiz.